Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Genesis G70 mashinasi bo'ladi. Akalar, mashinamiz 2023-yil ishlab chiqarilgan, probegi 42 litr turbina, motori, ходовой, korobkasi, elektronikasi ideal holatda, haqiqiy sportivniy mashina akalar. Mashinamizga hattoki stechildegacha urib qo'yilgan. Narxini ham siz aytaman, 36.600 AQSh dollari. Internetlarda bu mashinalar narxi 50.000-55.000 dollar. Bitta o'zingiz uchun ko'rib olsangiz bo'ladi. 2023-yil mashina. Mashinani bitta ko'rib chiqamiz. Okeylar, mashinaning rangi juda ham chiroyli, tilla qo'ng'iz rang, polniy lidar, udержание polasi, hamma narsasi bor. 19 diametrli diskelada turibdi. Polniy karbonoviy nakladkalar qo'yilgan. Mashinamiz juda ham katta, panorama tomda. Sizlar bilan bitta orqa rakursini ko'ramiz. Orqa rakursini ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r. Bu mashinamizda torvida, ya'ni 4 ta ballon tortadi. G70 Genesis двойной выхлопной sistemalar qilib qo'yilgan. Juda ham skromniy. Okeylar, sizlar bilan endi bitta interyerni ko'ramiz. Kojinniy sidena, perforatsiyalar bor, sababi abagrev ham bor, abduf ham bor, qizil strochkalar qilib qo'yilgan, двухэтапный pamять sidenasi bor, полный elektropaket, bokovoylarni boshqaradigan rejimlar, детский rejimlar, stiklopodъемniklar, multifunktsionalniy rul, cruise control, avtomatik korobka, parktronika, avtohold, 360 gradus kamera, o'zini rejimlari, ya'ni sport plus, individual, stabilizatsiyani o'chiradigan rejimlar, hattoki rullarimizda abagrevlargacha bor, klimat kontrol, o'zini juda ham chiroyli monitori bor. Mashinamiz xullas kompakt, zo'r. Okeylar, aytib o'tganimdek, narxi 36.600 AQSh dollar. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Genesis G70 mashinasi.